Salom, sizlar bilan men Mahliyo. Bugun sizlar bilan kitobning ahamiyati haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hozirgi kunda deyarli barcha bolalarda telefon bor. Ular telefon orqali video ko'radi, o'yin o'ynaydi, ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazadi. Albatta bu narsa biroz vaqtga qiziqarli tuyulishi mumkin, lekin siz hech o'ylab ko'rganmisiz, bu vaqt davomida nimalarni boy beryapsiz? Kitob bu telefon emas. Unda na yorqin grafiklar, na shovqinli videolar bor, lekin unda bilim, tasavvur va xayol bor. Telefon ko'zni qamashtiradi, kitob esa ongni uyg'otadi. Keling, nima uchun bolalar ko'proq kitob o'qish kerakligi haqida birgalikda suhbatlashamiz. Birinchisi, kitoblar sizni yangi narsalar bilan tanishtiradi. Har bir sahifada yangi so'zlar, yangi g'oyalar, yangi bilimlar yashiringan. Telefon esa vaqtni o'ldiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, telefon ishlatadigan bolalarning maktabdagi baholari kitob o'qiydigan bolalarga nisbatan past bo'ladi. Chunki telefon chalg'itadi, kitob esa diqqatni oshiradi. Ikkinchisi, tasavvurni rivojlantiradi. Siz kitob o'qiganingizda kitobdagi holatlarni tasavvur qilasiz. Ularning ovozini, kiyimlarini, joyini xayolingizda gavdalantirasiz. Bu esa miyangizni ishlashga majbur qiladi. Telefon esa hamma narsani tayyor ko'rsatadi. Shuning uchun tasavvur qilish kerak bo'lmaydi. Kitob orqali siz ijodiy fikrlashni, yangi narsalarni o'rganasiz. Uchinchisi, so'z boyligingiz oshadi. Agar siz har kuni 15-20 daqiqa kitob o'qisangiz, sizning lug'at boyligingiz oshadi. Yaxshi so'z boyligiga ega bola nutqini ravon va aniq ifoda eta oladi. Bu esa maktabda ham, hayotda ham juda muhim. Telefon esa ko'pincha qisqa va ma'nosiz jumlalardan foydalanadi. Shuning uchun telefondan foydalanadigan bolalarning nutqi zaiflashib boradi. To'rtinchisi, kitob tinchlantiradi, telefon esa chalg'itadi. Telefon ekrani doimiy chaqnoq va tovushli. Bu esa miyani charchatadi. Ko'p telefondan foydalanadigan bola tez asabiylashadi va diqqatni jamlay olmaydi. Kitob esa miyani tinchlantiradi va xotirjamlik beradi. Uyqudan oldin kitob o'qisangiz, yaxshi uxlab qolasiz. Beshinchisi, kitob sizning eng yaxshi do'stingiz. Telefon sizni o'ziga bog'lab qo'yadi va siz vaqt o'tganini sezmay qolasiz. Lekin sizga kitob do'st bo'lishni o'rgatadi. Kitobdagi qahramonlar orqali siz hayotda yaxshi va yomonni farqlay olasiz. Masalan, Sherlock Holmes sizni mantiqiy fikrlashga, Harry Potter esa do'stlikka va jasurlikka o'rgatadi. Qaysi telefon buni o'rgata oladi? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, telefon sizga vaqtinchalik quvonch beradi. Kitob esa sizga bilim, madaniyat va ruhiy boylik beradi. Agar siz kelajakda aqlli, hurmatli inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozir kitobni tanlang. Telefonni chetga qo'ying, bir kitob oching. U sizni dunyo bo'ylab ajoyib sayohatlarga olib ketadi. Siz bilan Mahliyo bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.